Bu dünyada cin arvahlar aslı var mıdır? Oğlum, o ormanga barsan saklanmaysan. Bu yerda zulmet ve vahime mengü hüküm sürdü. Çoğun tipteki vahimelik eser tirilgen arvah. Bu eser İftihar Munberdagi Hazreti Ömer'ning tirilgan arvah nomli asari bo'lib, Vahim studiyasi ovoz qilib tayyorladi. Amgikimizga hurmat qiling. 1-bo'lim. Salimning kundalik xotirasi. 2-qism. Arvah ko'lankisi. Bugün hem işini planlab aldım. Öydekiler lazimetliklerini tayyorlab qo'yishni aytib, Eminning uyiga oldim. Uyimizning orliq sal yiroq edi. O yerga berish uchun cheklangan o'rmondan o'tdim. Bu o'rmonning oldiga kelganda qadamlarim ixtiyorsiz to'xtab qoldi. Ozroq qo'rqinch his qilyotdim. O'rmon tarafga qaradim. O'rmon burunqidakla tip-tinch edi. Diqqatimni yig'ib yo'limga ravon bo'ldim. Tuyuqsiz kenimda bir narsani menga surilibli o'tib ketganligini sezdim-da, burilibli orqamga qaradim. Biroq hech kim yo'q edi. Xiyoliy tuyg'un bo'lsa kerak deb o'yladim-da, shundoqla oldimga qarasam, bir qora ko'lanka oldimda turadi. Uning zodi nima ekanligini bilamadim. Xuddi haqiqiy ko'lankadekla bo'shliqda laylab turadi. Yuragim og'zimga kaplashib qolayli dedi. Men qo'rqqanimdan joyimda yiqilib qoldim. Qanchalik vaqt o'tganligini bilmayman. Bir chaqda o'rnimdan turdim. Atrof tip-tinch edi. O'rnimdan turib, bu nas bosgan joydan tezroq o'tib ketish uchun qadamimni cho'ng elib maqdim. Mang'och oxir qitim o'rmonga bir qaradim. Shundoqli qarasam, bir daraxtning kaynidan biri morlayotgandek qiladi. Darhol oldimga qaradim-da, yugurgunimcha maqdim. Eminning uyiga kelganda safardek boshlanmay turibla, uni qo'rqitib qo'ymay deb hozirgi ahvolni uningga aytmadim. Uyiga kirib salomlashgandan keyin maqsadimni aytdim. O gapimni anglab jimib qoldi. Men so'z ochmasam, o gap qiladiganday qilmaydi. Hay. Tushundirdimmi ya? Bu ishlarni oxirlashtirayli. Beshimizga balo bo'lmasin deyapman. Tushundim. Biroq biz o'lib ketishimiz mumkin. Ha, shundoq. Biroq bizning hayot qilishimizdimi umid zo'r. Men bilan birga borgin, ma'qulmi? O birdam sukut turgandan keyin ma'qul bo'ldi. Uningga adi lozimatliklarni elib uyimga berishni aytib ketib qoldim. Hamda Odilning uyiga bordim. Har nima bo'lsa uning uyiga berish uchun cheklangan o'rmondan o'tmasammi bo'ladi. Odil munoyati chiqishqa oq ko'ngil bola bo'lib, u yangiliklarga qiziqadi. Xatarga tavakkul qilishga amroq. Uning bu ishga qo'shildiganligiga ishondim. Yo'lda ketib o'tib bir narsaga putlashib yiqilib ketdim. Nimaga putlashgandiman deb qarsam, bir iskelet qo'l turadi. Qo'rqqanimda vaqirg'inimcha o'rnimdan turib ketdim. Ko'zimni bir yumib ochsam, na iskelet bo'lsin. Faqat bir tol tosh turadi. Tova. Bayli aniq iskelet qo'l ko'ygan edi u. Tex safarga chiqmay turibla, ajab nasbosdi desa. O yak bag'andan keyinmi nima ishlar bo'la?
xiyol bilan bo'lib Odilning uyiga kelib qopdiman. Uning uyiga kirib gapni odillik qildim. U mu qo'shildi. Biroq u o'rmondagi arvohlarning borligiga ishonmagandek qiladi. Ammo uning nimani maqsad qilib qo'shilganligini tushunmadim. Endi Salimning ogisi Alining uyiga bordim. Çataq yeri Alining uyiga berish uchun cheklangan o'rmonning qiyposh udulidan agib ma'atdim. Bu qitim yo'lning chetida menib, bu nasbosqur joydan ozroq bo'lsin yiroqlab ma'dim. Bu ya ancha uzun yo'l bo'lmasa-mu, ammo men nihoyatda tasdi o'tdim. Xuddi o'rmon ishida bir menga qarayotgandekla tuyuladi. Shuning bilan menmo bu o'rmon ishiga qarab boqatdim. Biroq hech kimni ko'rmaydim. Agilib ketadiganga 2 qadam qolganda eng oxirgi qitim qaradim. Qarsam, men hali tunji bo'lib ko'rgan 2 kishi turadi. Men ularni aniq ko'ramagan bo'lsam-mu, odammikin deb reshatkaning aniq berib chaqirib baqdim. Biroq ular qiqib qo'ygan qo'ziqdek midirlamay turadi. To'satdan ko'nglimga bir vahima keldi. Ajaba, ular arvohmidi? Men darhol burilib yo'limga ketib qoldim. Alining uyiga keldim. U sirtqa chiqish uchun tamshalgan ekan. Meni ko'rib, o'yladagi supaga dasturxon soldi. Uning maqsadimni sal agitibroq aytdim. Chunki o joyda uning qerindishi jon bergan emasmi? O'tgan ishlarni o'ylab ko'ngli bozilmasin deb o'yladim. O gapimni anglab, "Inimmo bu o'rmonda o'lib ketdi. Uni zodi qandoq nas qasd qildi bilmadim. Mayli nemili bo'lsin, sen degandek rostili bizga ziynil bo'lar ekan. Undaqda rostili oxirlashtirmsak bo'lmaydi. Shunga men bilib boray." Men Alining bu keskin talabbozidan so'yindim. Shundoq qilib mening birinchi planimni amalga oshdi. Atiganda safarga chiqadigan bo'lg'achqa uyga tayyorlik qilish uchun bordim. Ketadigan chaqda heliqi o'rmonga yana bir qitim qarab sapdiman. Yana heliqi qizil ko'zlik arvoh yiroqdan menga tikilib qarab turadi. Uni jiq ko'rib ketgachkimikin bu qitim ancha qo'rqmadim. Ammo yuragimda yana bir vahima quturayotdi. Qo'rqinchimni xushalligim ichiga yo'shirib uyga kirdim. Hujramda yo'g'on sayohat sumkasi pompaygan oldi turadi. Dadamning nimalarni sep qo'yganligini berish uchun oqtirdim. Eng ustida yemak-ichmak turadi. Ostida pichoq, org'omcha. Aloqlish uskunasidan 4 dona, qo'lchiroq, chaqmoq, saranga degandek narsalar turadi. Men dadamni chaqirdim. "Dada, chaqmoq bilan saranga sep qo'yibsan-ku. İkisi o'xshash tursa." Balam, xatolashding. Har ikkilisi o'xshashli o't chiqog'ini bilan o't tarkibi o'xshamaydi. Biri yog'ochda, yana biri gazda ko'ydi. O'rmonga borganda nemishqi mening sarangini sep qo'yganligimni tushunganga qadar chaqmoqni ishlatgan. Sarangini obdan saqlab qo'y. Bu asarning davomiga qiziqsangiz, vahima salonimizni qo'shib eling.